Assalamu alaykum ko'rurman do'stlar. Açıl ekranımızga xush keldinglar. Dasturimizning 16-chi alayda sonini ochmoqchimiz. 5 fevral Uyg'urlar uchun elib aytganda yaqinqi zamon kurash tarixidagi unutilmas xotir kunlarning biri hisoblanadi. 1997-yili 5 fevral kuni Qahirton so'g'aqda G'ulji shahrida bir turkum Uyg'ur yoshlari tinish yo'l bilan namoyish o'tkazib, Xitoy doiralarining sababsizla Uyg'ur yoshlarining mashrifini cheklishiga, yoshlarni sababsiz tutqun qilishiga va rayonda yurgizayotgan adolatsiz kamsitish siyosatiga qarshi namoyish qiladi. Namoyishdan keyin Xitoy doiralari tinish yo'l bilan namoyishga chiqqan bu Uyg'ur yoshlarini askar kuchini ishiltib intayin qattiq qo'lliq bilan bostirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi e'lon qilgan va yerlikdan egallagan g'ayriy rasmiy raqamlarga asoslanganda G'ulji voqeasida oz deganda 4000 dan oshiq kishi tutqun qilingan. 100 dan oshiq kishi hayotidan ayrilgan va keyin 200 dan oshiq kishiga o'lim jazosi berilgan. 5 fevralni unutmadik. Unutmaymiz va unutildirmaymiz. Mana bu chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining 20 yildan buyon yangroq shuariga aylangan. Shu vajidan Açıl ekranimizning bu dasturini dal 5 fevral G'ulji voqeasining 20 yillik xotirasiga bag'ishladik. 5 fevral kundagi namoyish qanday bir sharoitda o'tirg'i chiqqan? Voqea haqidagi uchurlar dunyoga qanday taraldi? Uning Uyg'ur tarixida muhim o'rin tutishidagi sabablar nima? Kuzatish va analiz sayfimizda bu nuqtalarda alayda taklif qilingan mehmonlardan Uyg'ur faoliyatchilaridan Amerikadagi Nurmuhammad Musabay va Ilshad Hasan apandi, Kanadadan Baxtiyor Shamsiddin apandilar bilan fikrlashmoqchimiz. Ko'rurman do'stlar, qani ularning 5 fevral G'ulji voqeasiga aloqador aslimalarga diqqat bergaysizlar. Hürmetli görürmenler, Açıl programımızın gözetiş ve analiz sahipsiga hoş geldiniz. Bu yıl 5 fevral 1997 yılı G'ulji'da yüz bergen 5 fevral G'ulji vakasının 20 yıllık hatır günü. Bundan 20 yıl avval 5 fevral günü G'ulji'da yaşlar namoyish qilib Xitoy hukumatiga norozilik bildirgan. Lekin namoyish tezli to'qinishga aylanib, qattiq bostirilgan edi. Vaqa yüz berib o'tirdan 20 yil o'tgan bo'lsa-mu, ammo voqeaning tafsilotiga doir nurg'unlagan detallar hozirga qadar mujmal bo'lib kelmoqda. Nurg'un narsalar xalq olamga texa oydin emas. Xitoy hukumati voqeani mustaqil, ochiq oshkora tekshirish haqidagi chaqiriqlarga izchil quloq solmay keldi. Biz mazkur voqeaning 20 yillik munosabati bilan bu voqeadagi ba'zi shohidlarni, analizchi va faoliyatchilarni studiyamizga taklif qildik. Bu orqali mazkur voqeaning 20 yillik munosabati bilan ba'zi masalalarni oydinlashtirish uchun bu suhbatni uyushtirdik. Navbatda suhbatga qatnashgan mehmonlarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Oldi bilan studiyamizga kelgan ikki qimmatli mehmonimiz bor. Birisi Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandi, yana birisi Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi yoki bosh katibi deyman. Sobiq bosh katibi Nurmuhammad Musabay apandini studiyamizga taklif qildik. Bugungi suhbatimizga yana 5 fevral voqeasi mazgilidagi intayin muhim bir shahidimiz bor. O Kanadadan Skype orqali bugungi suhbatimizga qatnashdi. O bo'lsa Baxtiyor Shamsiddin apandi. Baxtiyor Shamsiddin 5-yil voqeasida G'ulji shaharlik soqchi xodim bo'lib ishlagan va bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ayni vaqtdagi ichki ahvollardan xabardor bir shaxs. Bugun shu munosabat bilan suhbatimizga qatnashgan butun mehmonlarni tabriklaymiz va qarshi olamiz. Oldi bilan hammalarniki studiyamizga qadam tashrif qilib suhbatga qatnashganliklarini qarshi olamiz. Shundaq xuddi riyosatchi bayon qilgandek, G'ulji 5 fevral voqeasiga 20 yil bo'ldi. Yana sizga bir savolni qo'yim kelyapti. 5 fevral voqeasida siz G'uljidami Urumchi vaqtingiz? Men Urumchida o'tdim. 5 fevral kuni shu kuni kashug'a vaqtida biz bir savodishimizning uyiga bir necha savodishlar yig'ilgan. Shu yerda bizning shu vaqtida Abnum rayonlik saqchi idorisida ishlaydigan bir savodishimiz bo'lgan. Shu kechikib qoldi. Kechki vera kelib
Ondan keyin kirdi-yu, ama yüzü naiti çıraydılar, bir xil ciddichilik. O dedi ki, do'stlar, bugun G'uljida cho'ng voqea chiqdi. Bir aeroplan hozir Xitoyning Beijing markazidan G'ulja qarab uchib ketdi. Faoliyatni bugun baldiroq tugataylik, hammanglar baldir uyga ketinglar. Bak jiddiy ahvol. Dedi, shuni bilan birdam tomoq yedik, tomoqdan keyin mangdiq. Ang meni hayron qoldirgani shu kuni, hozirgacha unutmayman. Taloga chiqib men yana bir savoqdishim bilan ikkimiz ko'chaning bo'yida taksi to'sab baqdik. Lekin Xitoy taksichilarning birsimi to'xtamadi. Oxirisi men balamni chiqargandan keyin balamga bir Xitoy to'xtadi. To'xtab bo'lib, mashinaga chiqib bo'lgandan keyin sizlar uqdinglarmi, G'ulja hozir sizlar tarafga o'tib ketibdi. Hozir o nemedeki Ürümçilik ayrıdırımdımı hozir çataq baka biz shuningga sizlarni ilishdan qo'rqdik deb naiti dakkudikida bu taksichi irim qildi. Shu esimdan chiqmaydi. Shu vaqtda men tunji anglishingiz bor. Tunji G'ulja voqeasini anglishim shu kuni kash esimda bor 6-7larda qayg'iyotgan kuni Ürümchida shu kuni. Siz vaqtida Shexanzi Ben o vaxtda özümün xizmetim Şexanzida, ama ta'til bo'lganligidan men Ürümchiga kelgandim. Ikkinchi ayning bashi ta'tilmadi. Endi shu vaqtlarda nurg'un gaplar tarqalgancha, G'uljani ilyapti, ishg'ol qilyapti, Oydirimni egallayapti va hokazo degan. Shu vaqtda mening bilishimcha Ürümchida G'uljaga boradigan butun qatnashlar hammasi to'xtab ketdi. Endi bu namoyishninki kelib chiqish sababi masalasi bor endi. Bu kelib chiqish sababi haqida keyin qanday bir tushunchalar berildi buningga? Kelib chiqish sababini nimaga yig'inchoqladik buning? Kelib chiqish sababini endi buni qisqa qilib aytgan vaqtida Xitoy hukumatı shu vaqtdagi G'uljaninki epirilayotgan Uyg'urlarninki an'anaviy mashrabni to'sash bilan shuningga norozilik bildirib, mashrabni o'rinlashtirgan bir turkum bundanki rol o'ynaganlarni, asosiy rol o'ynaganlarni bilan qo'lga olgandan keyin shularni qo'yib berishini talab qilish hamda shuning bilan birga Uyg'urlarga erkinlik hamda ma'lum darajadagi erkinlikni talab qilib, huquqini talab qilib namoyishga chiqqan. Bu namoyishni Xitoy shuning bilan qurolliq bostirgandan keyin bu to'qinishga aylandi. Mana degan vaqtida biz 5 fevral deymiz, bu yer bir narsani. Amaliyotda bu bir kunlik voqea emas. Buningki oldi keyni bor. Buning hozirlanish bosqichi bor, taraqqiyot bosqichi bor, tortilgan kuni bor. Onundan keyingi bastırılış jarayoni bor. Bu namoyish asli 5 fevral portlaydi. Bizning bilishimizcha namoyishning birinchi kuni namoyishchilarni Xitoy saqchilari avtobus mashinalarga bastırıp selib ilib ketdi. Ertesi uning kendidan talib ballar chiqdi bunga norozilik bildirib. Neticede bu to'qinishga aylanish bir jarayoni bor buniki. Endi bu voqeani ayni vaqtida G'uljida shaharlik saqchida ishlagan Baxtiyor apandim bor. Hozir Kanadada o'ltirdi. Biz bugungi suhbatimizga Baxtiyorni taklif qildik. Biroz voqeaning shu vaqtdagi saqchi idorasining ichida turib voqeani bir kuzatib baqsaq, chunki bu masala ko'pincha odamlarga ma'lum bo'lmagan bir masalada. Baxtiyor Shamshiddin Kanadada, Toronto shahrida turdi. Baxtiyor apandi anglayapsiz bizni? Anglayapman. Assalomu alaykum. Bu voqeaniki siz bu voqea yuz bergan vaqtida ya'ni qayerda edingiz, yani qanday angladingiz? Yani sizlarga voqeadan burun bir saqchi xodimlarga bir uqtirish kelib, darhol tayyorlaninglar deydigan bir yo'l yo'riq bormidi yoki voqea portilgandan keyin sizlar buningdan xabar topdinglar, uning keyindan bu voqeani kuzatish haqida buyruq topshirib oldinglarmi? Biroz saqchining shu voqeadan oldidagi va voqea jarayonidagi ichki qismida bo'lgan ahvollardan masalani bir so'zlab baqsangiz. Abiyam bu kim aytib o'tgandek, bu mashrab voqeasining oqi hamda bu 5 fevral voqeasi. Mashrab voqeasida mashrab nihoyat kuchli taraqqiyotdan keyin Xitoy hukumati buningda ansirgan Xitoylar mashrabninki mas'ullarini va uning qatnashchilarini tutdi. Buning bilan 95-8 oyning 14-da uning qarshilik namoyish etib berildi, bu qattiq bostirildi. Undan keyin bizning bu yerdagi qarindoshlarimiz jamoatni yaxshi yo'lga boshlash uchun xalqimizni maxfiy holda diniy tashviq, tabliğ bu hareketlerle ip barıdı. Yani 97-yili 1-oyga kelganda bularning bu hareketi kuchaydi hamdi. Buni hukumat o'zimi o'qitgan amaliyoatda. Yanlar lekin bularda bir harakat yo'q deb biladi. 1-oyda 1-oyning oxirgi mazgillari kelganda, endi buni boshda hukumat bilmamdiki deb gumon qilgan yo'q, ammo hukumatning bir qancha ishlari bor buni bizga gumon qilgan. Biri
birinci ayınki ahırı kelib qolganda bütün milliy saqchilarniki yani başta hamma saqchilarning tutayotgan qurollarni yig'ib oldi bular inspeksiyon qilamiz deb Xitoy Shanyan deydi bular. Uyg'ur saqchilarining qurollarini Hamma saqchilarniki yig'di başta. Yig'ib oldi. Undan keyin mushu 5-fevral voqeasi bo'lishdan bir hafta avvaldagidek hammasiga qaytarib berdi, Uyg'urlarniki qaytarib berilmadi. Qaytarib berilmedi va bizninkisi sening nimadan inspeksiyadan chiqmadi, to'xtadi dedi, ha dedi. Şunun bilan bu 5-fevral kuni hammamiz normal ishlayotgan, men Do'mal saqchixonasida vaqtimda ishlayotgandik. Bu vaqtda bu namoyishchilar G'uljidagi Toshko'rik yesidan bular to'planib, bular bir kun avval to'plangan ekan, to'planib, ya'ni Shehid Abduxilil, Abdumajid qatorliq qarindoshlarimizninki başçılığında bular o'zaro to'planib, o'zlarininki bütün planlarini tuzishib, bular ya'ni u yerda bu atkan besim zulümlarga qarshi erkinlik so'rab, faqat so'rag'ini erkinlik, diniy erkinlik, boshqa erkinliklarni so'rab namoyishga Toshko'rik yesidan chiqdi G'uljidagi. Chiqib toki G'uljidagi Xansu bozor saqchixonasi deymiz. Xansu bozordagi. Uni oldidan o'tganda saqchilar ko'rib, bundan xabar topdi. Shungacha xabar topmagan hamdi. Shuningcha saqchining xabari yo'q. Yo'q, xabari yo'q. Ammo Xitoy bexatarlik organlarining xabari bor buningdan. Siz buni bilasiz. Bunga men Xitoy bexatarlik organlarining xabari bor deb ishlayman. Bundan keyingi so'zda keldi. Bular bu yerga kelgandan keyin voy bu shunday namoyish o'tdi deb xabari bo'ldi. Hammasi saqchilar putiyalar, saqchi mashin, hammalar qalayimqanchilik qiqraydi. Namoyishchilar hech qanday qarshiliksiz G'uljidagi mavi viloyatlik partikum oblastlik gezitxona tarafida. Ha? Ahmadjon ko'chidagi. Ahmadjon ko'ch taraf keldi. Ya'ni nimaninki G'ulji qatnashdan oldiga kelganda buni oldini nimaninki bu qatnash saqchilari guruhi, undan keyin Xitoyninki alayda saqchi alayda qurolli saqchi demdik. Alayda saqchi qismi bularni oldini to'sidi. To'sigan bu bolalar hammasi nayt qattiq qilib, bir-birining qo'llarini tutishib hech qanday odamni aramizga qatmaymiz deb ma'gan. Hatto bular mashrab voqeasi tajriba bo'yicha hech qanday Xitoyninki qatnash to'sti degan nimalariga to'kmatlar qilmaydi deb hatto piyodalar yo'lda ma'ng'di namoyishchilar. Ma'ng'anda Xitoylar bu yerda bularning orasiga kirib hujum qildi saqchilar, ammo bolalarning sepini buzolmaydi. Bular toki Xitoyning partikum oldigacha namoyishni davom qilib qarshilik ko'rsatib keldi. Kelganda viloyatlik partikumning oldiga kelganda Xitoyninki bu qurolliq alay saqchi qismlari bular o'q chiqirdi, ya'ni osmonga yerga qalayimqan o'q chiqirib namoyishchilarni bolalarni qo'rshab, bulardan ba'zilarining putlariga o'q tegdi ekan vaqtida ashunaq bularni hammani tutib, ya'ni u yerda xila sonda namoyishchilar bor, 400 ga yaqin namoyishchi. Bularning hammani aşağıda 5-6 avtobusga töp-töplab besib turib, mal basqanda besib akitdi bolalarning hammani. Ya'ni bir nima qo'yib qo'ymay, qachirib qo'ymaydi, hamma tutdi. Tutgandan keyin, undan keyin G'uljidagi bu shaharlik saqchininkiga keldigan ikki yo'l bor. Biri mavi Olin bozorininki, Xansu bozoridan kelgan Olin bozorining yo'li. Yana biri Qizil Bayroq magazinida aytdik. Shu yer ikki yo'l bor bu shaharlik saqchi taraf keldigan. Bu ikki yo'lga xalq ommasi, ya'ni jamoat to'planib kelib bu yerda namoyish qildi. Bu yer jamoat ommasi balkim bu yer namoyish qilish maqsadi emas, to'planib nima ish bo'ldi deb saqchilar chiqib ketgandan keyin ma'g'andan keyin bularni saqchilar to'saydi, qarshilik qildi. Shu bilan bu yerda xalq bilan bu saqchi askar o'tirsda to'qinish paydo bo'ldi. Endi 5-fevral kuni shu yerdagi shu to'qinish bilan bo'ldi, nurg'un bolalar tutildi. Ya'ni u kuni kim deganda birinchi kundagi ahvoldan bu hozir. Birinchi kundagi tafsilot. Hozir siz bu yerda ikki nuqtani alayda gaplantirdingiz. Birisi voqeaning boshlanish nuqtasi. Necha vaqtda kishilarni voqea tashlab ketib boshlangan deydigan bir hukm bor. Hozir voqeaning Toshko'rikdan boshlanganligini aytdingiz. Ikkinchi bir nuqta voqea yuz berishdan burun Uyg'ur saqchilarining qurolininki tartiblanganligini alayda eskartib o'tdingiz. Hamda voqeaning ikkinchi kuni qanday bo'lib bu ish, ya'ni to'qinishga aylanib ketdi. Bu yerda uruchoq, qarshilik, shunday voqealar yuz bergan ikkinchi kuni o deyman aqchan. Shunday 6-fevral kuni. Birinchi kuni nurg'un odam tutildi bular. Tutildi, qo'lga ilindi, bostirildi. Undan keyin shahar ichida harbiy holat deb e'lon qilindi.
bütün ko'chalar qamal qilindi, saqchilar bütün yerlarni kontrol qildi. Undan keyin har qanday ko'cha chiquvchilarninki kimliklari tekshirildi. Nihoyat qattiq kontrol oldi qoldi. Shuning bilan bunga norozi bo'lgan xalq 6-kuni 6-islar kuni 6-fevral kuni bütün xalq, ya'ni tutilib ketganlarning ota-onalari, xotinlari, bolalari, ya'ni u ham yana bir narsani aytib o'tdik, 5-fevral kuni bizningki Ramazan iyimizdeki 27'si yani Kadir Keçisi günü bu valla Kadir Keçisi günüge to'g'rilab bu namoyishga chiqqan. Hatta Toshkentda Xitoyning razilligini bular bilgachga o'zlarininki jinoza namozini o'zlari o'qib, bular namozini tushirib qo'zg'algan ekan Toshkent Keçisi. Ya'ni bu ota-onalar, bu nimalar qolgan oila tavobatlar buning norozilik bildirgan xalq bizningki tutilgan o'g'illarimizni, bolalarimizni qo'yib bersin deb 6-islar kuni davomli, ya'ni shaharlik saqchi idorasininki atrofida namoyish qildi. Bu yerda shaharlik saqchi idorasininki ikki tarafini saqchi qamal qildi, kaygizmaydi, ya'ni ikki ko'cha ham degan ikki ko'chaning eg'izida. Ham bu bozor yetqaz qolgan butun Saradan, G'uljininki har qaysi noyalardagi xalqlar bu yetlik nas kerak edish uchun G'ul shahriga keldi. Ya'ni G'uljida u kuni nopusning nihoyat jiq vaqti ham. Normalda Normalda nopusning jiq vaqti u kuni nurg'a odam to'plangan. Ba'zilar bu yerda nima ishlayotganini deb yig'ilgan insonlar bor. Ba'zilar bu namoyish qilamiz deb yig'ilgan insonlar bor. Ammo nimada bizningki keyin anlig'imizda hatto shu talib bolalar yoki bozor tijorat qilayotgan bolalarnikida. Bu yerda Xitoyga namoyish qilayotganda Toshkent harakati boshida bo'lmagan 6-islarda. 5-fevral chisladi bor Xitoyga qarshi hech qanday Toshkent yoki qarshi qanday bo'lmagan. Harakat bo'lmagan. 6-fevral kuni shu ma'lum biz taniydigan bolalarning deyishicha ma'lum birlari shu vaqtda Toshkentni boshlagan 6-islar kuni aytganda. Namoyishchilarning ishchi kirib olgan odamlar shuning bilan bu yerda boshqa yoqqa burdi. Talib bolalar nemish tashatdilar deb 3-4 bolalar ularning oldini to'sib olgan. Tashatmaymiz biz, chiroyli so'raymiz, tashatmaymiz deganda unmagan tashit shundan bular tashit boshlagan. Tabii bu yerda qalayimgan odamlarning soni baxila. Shunlarla bu yerda askarlar bilan bizningki namoyishchilar o'rtasida to'qinish boshlanib ketgan. Yani bunu fırsat bilgen Xitoy saqchilari 5-6-fevral kuni tushdan keyin kelganda kaygacha bular hech qanday o'q chiqarmagan. Bütün vaqtida askarlarga, saqchilarga shu kunki bütün iliqi yo'g'on kaltak joto'da aytdik, joto'ning sepini taqib başta bunun ular urdi, ashtaq tutdi, qo'lga oldi, nim qildi. Undan keyin tushdan keyin kelganda 6-islar bu yuqoridan hatto askar yetkab keldi. Bular aeroplanlarda askar keldi. Nurg'un askarni tiqib shaharning ichiga. 6-fevral tez vaqti esimda yo'q. Soat 1 ya 2 mezgilda bularga etish buyruq tushirilibdi askarga. Shuning bilan 6-fevral kuni butun xalq bu yerda o'q tutildi. O'q chiqarishga boshladi shuni ular namoyishchilar. O'q chiqardi. Yani buni men o'z ko'zim bilan ko'rmadim, lekin atrofda nurg'un shohid, keyin tutilganlar, u yerdagi bolalar, yaralanganlar anladık. Endi masala shu 6-islargacha bo'lgan ahvol bu. Endi shundaq 6-islarga kelganda bizim shu vaqtida xabarlardan anglagan to'q Lanjo harbiy rayonidan nurg'un qo'shin yetkab kelganligidan uning G'uljining atrofidagi Sudundagi Kura atrofiga yetkab kelinganligiga doir xabarlarni anglagan to'q. Shundaq endi avaqaniki 6-islargacha bo'lgan ahvoli yuqorida Baxtiyor apandi aytib o'tgandek, endi u vaqtida masala yana bir masala bor. Bu vaqaniki butun Uyg'ur rayonida, hatto qo'shni Qozog'istondagi Uyg'urlar orasida nihoyat cho'ng bir davolg'ish g'ulg'uli paydo qildi, ta'sir paydo qildi. Ayni vaqtida Qozog'istonda Nurmamat apandi siz Qozog'istonda turayotgandingiz, undan burun chiqib bo'lgandingiz Qozog'istonga. Buning biroz Qozog'istondan ko'rinishini bir aytib boqamsiz. Ayni vaqtida siz qachon angladingiz bu voqeani va buning Qozog'istonda turib qaragan vaqtida buning ta'siri, buningki u yerdagi Uyg'urlar orasidagi g'ulg'ulasi haqida. Assalomu alaykum, hurmatli riyosatchi muxbirmandim va ko'rmanlar. Men 91-yili Qozog'istonga chiqqan, shundan buyon Qozog'istonda turdim. Tunji G'ulji voqeasini men BBC xabarida oldim. Yani bu voqea hatto oxirgi to'g'ri kelgan shanba o'tib bo'lgan dushanba kuni bir kun keyin BBCning o'sha Qozog'istonga bergan inglizcha va rus kanali o'tdi. Shunda Xitoyning Xinjiang degan bo'lgisida G'ulji shahrida mushtabir qurolliq voqea bo'ldi, to'qinish bo'ldi, andaq manda deb qisqib berdi.
Hayran bo'lib ko'chaga chiqdik, lekin chegara taqilib ketib qoldi. Shu vaqtda chegara taqib etildi shu vaqtda. Shu vaqtda taqilib ketdi. Biz uni uqmabdik-da, chunki xabar uqqan ekan, men bozorga talaga chiqmagan ekan, uqmabdim men taqalganini. Bu nima bo'lganda deb, ham doim bozorga chiqib, kelgan kelgan surishtiq baqay desak, chegara taqilib qolibdi. Bozorchilarning hammamiz bu nima ish bo'lganda deb g'uljiq telefon qildik. Telefonlar kesilgan, aloqa uzilib ketdi. Hech kim talaqa qilmadik. 3 kungacha biz hammamiz shu voqeaning nima bo'lganligini tafsilot uchun tirishdik. 3 kundan keyin chegara ochilgandan keyin Qozog'iston O'rta Osiyodan kundalik turisib, g'ulji kirgan turistlar qaytishga boshladi. Ular chiqdi. Ular anadagi bo'lgan voqeani, tafsilotini ko'rgan, bilganlarni o'zlarining chegaradan chiqish jarayonida Xitoy saqchilarining qanday aqtuganligi, nimalar so'rganligi, ba'zi bir videolarni, xotiralar bormi deb yanchiqlarini, mollarini aqtuganligi ular deb berdi. Andan keyin 3 kundan keyin voqea 3 kunga ular chiqqandan keyin 3 kun o'tib keyin Olmaotada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston va Uyg'ur faoliyatchilar tashkilotlari axborot e'lon qilish yig'ini o'tdi. Uningda marhum Yusufbek muxlisi, Qahramon Xo'jamberdi va G'uljidan chiqqan shohidlardan bir ish kuchi shular qilib, bu yerda bir ro'z butun dunyodan kelgan matbuot e'lon qilish yig'ini qatnashib bo'ldi. Uningda men qatnashdim shu yerda angdiq. Endi ta'sirot deganda G'uljida biz hammamiz hayron qoldik. G'uljida bir voqeaning bo'lganligi, G'uljidagi o tasvirlashlar boshqa bo'lib, bu yerda qanday boshqa G'uljida shuningcha eng burun bo'lgan voqea uningdan burun 1962-yili 29-may voqeasi deydi-ku, shu vaqtdagi bir shuningdan yana nurg'un yillar o'tgandan keyin yana bir voqea yuz berdi-da. Bu Olmaotadagi Uyg'urlarning nurg'unlarining kallasida 62-yildagi shu voqea ta'siri ketmagan ahvol ostida bo'lgan ikkinchi voqea. Bu voqea ikkinchi voqea, ammo bu voqeani shundoq bir ahamiyat bo'lgan ekanda, deb Olmaotaga nisbatan shu vaqtda biz men shu vaqtda Olmaotaga 5 yil bo'lgan. 5 yillik hissiyotim bilan bu kundagi voqeaning Olmaotadagi, ya'ni O'rta Osiyoda bo'lgan Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri alaychi bo'ldi. Bizda buni oldin nurg'un voqealar bo'lgan mamlakatda, masalan, Urumchida misol bilan bir tushuntirib berdim. Ta'siri birinchi Olmaotada vaqtida bizda Olmaotada xudo hozir Google kirsa, Wikipediyadan bakın Olmaotada Uyg'urlar o'zini yerlik bizdan chiqqanlarni Xitoy deb qaraydi-ku. Xitoylikda ozroq bir yaklam bordi bizga nisbatan. G'ulji voqeasi chet ellik Uyg'urlarni birlashtirgan, qayta bir Uyg'urligini bildirgan bir voqea bo'ldi. Ya'ni Uyg'urlar yerlik Uyg'urlarga biz kim deydigan bir savolni qo'yib qo'ydik. Chunki bo'lgan Uyg'urlar chegaradan chiqqan vaqtida ularni men Qozog'istonlik, men Qirg'izistonlik degani qama Uyg'ur bo'lganligi uchun hammasi Xitoy Uyg'ur bo'lganga qattiq muomala qilibdi. Boshqa millatga boshqa muomala qilib, shuningdek ularga ta'sir qilganmi? Ular chiqqandan keyin o'zining ideyasi o'zgarib, to'xta, bizning tigi ko'kimiz Uyg'ur ekanmiz, bizning asl vatanimiz Sharq Turkiston ekan deb bizdagi yangi chiqqan, ya'ni 91-yili Qozog'iston mustaqil bo'lgandan chiqqan Uyg'urlarga bo'lgan xato, ya'ni Xitoylik degan ko'z qarash bo'lib, yoshlarda ortiga bu noto'g'ri ko'z o'zgarib, darhol bizni qo'yni qoldi. Bir cho'ng bir ittifoqlashish, birlik bo'lib, u yerda qaytin O'rta Osiyoda Xitoyga qarshi bir harakat boshlandi. Harakat boshlanib ketdi. Endi G'ulji voqeasini biz bilamiz, ilgariki bizniki Uyg'ur diyorida yuz bergan voqealarga selishtirgan vaqtida xalqaro axborot vositalarida xabar qilinish darajasi ko'lami bir qadar zo'r bo'lgan bir voqeada. Bu tunji qitim Uyg'ur voqeasi bir harakat sifatida bir xabar qilingan bir ahvol o'tirg'i chiqdi. Nurg'un hatto Hong Kong, Tayvanning axborot muxbirlari Olmaotaga kelgan ahvollar yuz berdi. Endi bu nuqtadan olgan vaqtimizda, ya'ni biz shu voqeadan keyingi yaqinqi 20 yillik Uyg'ur harakatiga qarasak va 1997-yildan burungi xalqaro Uyg'ur harakatlarini o'zaro selishtirib qarasak, 97-yil 5-fevral voqeasi Uyg'ur xalqaro harakati nuqtasidan qanday bir ta'sir, qanday bir rol ega deb qarasak bo'ladi. Ilshad apandimiz, siz mana degan vaqtida G'ulji fevral bu voqeani biz oldi bilan keynida Uyg'urning uyg'unishiga bog'lasak bo'ldi deb qarayman men. Chunki Xitoyning madaniyat inqilobi 78-yil oyoqlashib, 80-yillardan boshlangan Xitoyning atalmış ishini ichib o'tishi, Uyg'urlarningki sirtqi dunyo bilan bo'lgan aloqasini qayta tikladi. Bu aloqani yana uluduq. İkinciden şu vaqtida Uyg'urningki taqim astidagi ziyolilarimiz, masalan, O'tkir apandimning Uyg'ongan zaman degandek romanlar, har xil kitoblar yozildi. Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitoblar yozildi. Bular bilan Uyg'urda bir xil uyg'unish paydo bo'ldi. Bu uyg'unish bilan tang kelgan yana bir narsa
mana degan vaqtida xalqaro dunyo usul bo'lgan bog'lanishda, ulinishda yana azroq boshqa salbiy taraflarni tankirdi. Masalan, Sovet bilan chegara yechildi, Uyg'urlar pul topdi, shuni bir turkum yoshlarimiz yana yomon illatlarni o'rganishga boshladi. Eqiyotgan masalan, aroqga sho'ldiganlar, chekinimliklar. Ya'ni shu nuqtani desak bo'ladimi? Masalan, G'ulji voqeasini Uyg'urlarning harakatining g'arb dunyosiga yuzlanishi, xalqaralashishga qarab o'zining davosini, harakatini xalqaro jamiyatga tonutishning zarurligini shu vaqtida boshladi, mush bir nuqta bo'ldi desak bo'lamdi ya bu burun boshlangan. Bu bo'ldi. Chunki bu Barin inqilobini agar buning nima qilsak, Barin inqilobi biz texi xalqaro bilan butunlay ulinib, tonilib bo'lmagan vaqtida boshlangan. Shuning uchun uningki sadosi ma'u G'ulji voqeasidek chiqmadi. Bu G'ulji voqeasiga 97-yilga kelgan vaqtida bizning xalqaro dunyo bilan bo'lgan munosabatimizni qo'yiqlashdi. Xuddi Nurmat Musaboy apandim degandek, u vaqtida G'ulji masalan Almutda, hatto Turkiya bu yerlarda ko'plagan Uyg'ur Saudiyalar bor, o'qig'in chiqqanlar bor. Vatan bilan munosabat nihoyatda zich, telefon bilan u vaqtlarda bevosita aloqalashgan bo'ldi. Hatto shu vaqtida Washingtonda tunji qitim Amerikaga kelgan Uyg'urlarning namoyishi bo'ldi. Uyg'urlarning namoyishi bo'ldi. Shuningga mana degan vaqtida agar biz Barin inqilobini Uyg'urningki Xitoy ishg'oliyatidan Mannat inqilobidan keyingi birinchi erkinlik sadosi desak, G'ulji inqilobini mana degan vaqtida buningki yana bir davlat bo'lgich Uyg'ur davosining xalqaro yuzlanishininki boshlanishi. Hozir ham ekranimizni Kanadada Torontodagi sizga men qaytib kelay u vaqtida. Torontodagi Baxtiyor apandimga qarasak, Baxtiyor apandim siz bayam 6 fevralda to'xtab qolgandik. Biroz vaqt munosabatimiz bilan gapimizni ixchamlashtirsak, sizga 1 minut vaqt bersam, 5 fevraldan keyin G'ulji degan qanday voqealar yuz berdi? Hukumatning ichki qismida, idoriy jamiyatlarda, saqchi idoralarida, Xitoy Uyg'ur munosabatlarida va 6 fevraldan keyingi tutqun qilish harakatlarida. 6 fevraldan keyin abim degandek Xitoy cho'ng qirg'inchilik qildi, nurg'un odamni tutdi, akeldi. Endi men bu to'g'risida ozroq vaqtlarni olaman. Shu vaqtida bu saqchi, adliya, sud qatorliq butun organlardagi Uyg'ur ma'murlarning hammani turmaga yig'di Xitoy hukumati. Turmada ya'ni tutilganlarning sonining jiqligidan, intayin ko'pligidan bularni so'roq qilishga yig'di. Ya'ni bir dana kamerada normalda 7-8 kishi yasa, shu vaqtda 35 dan 40 kishini so'lagan bolalarni, qizlar, o'g'illar bo'lib. Hatto masalan men hamda ko'ginim buni jiq bu voqealar deb o'tgan bor, chunki mushu voqealar va bo'lgan ishlar sababidan burun vatanimizdagi Xitoy hukumatini bu yaxshi kompartiya bizga baxt ib keldi, bular bizni taraq qildiryapti degan xiyol o'yda bo'lgan ozg'an nurg'un odamlarimiz bor. Mayli hukumat o'rnidagi kadrlar bo'lsin, xalq ichida bo'lsin, bekadni hukumatga biz qarshilik qilamiz deydigan ideyalar bor. Ya'ni 5 fevral kuni bu jihatdagi nurg'un xalqninki, nurg'un odamlarimizningki idisda bir cho'ng davr bo'lgich o'zgarish paydo qildi. Masalan, turmaning ichida bizning ko'rganimiz Xitoy saqchilari qizlarimizni shu vaqtda beshiga yog'liq otish boshlangan. Qizlarni to'p-to'piga shu askar cho'ng uchoqninki ichiga besib akilib, to'piga o'tirib akyapti. Mashinadan tushaganda bizning ko'rganimiz ko'zimni ko'rdim men. Qizlarning sochlaridan tutib yaga xuddi bir xalta nimani otgandek otdi ham. U berib biz tutib oldik nacha askarlar. Yaga etib qo'yib, qo'lidagi yo'g'on jotodan sepi bilan endi o'g'illarni demayman, shu qizlarimizningki boshlariga urdi. Nurg'un qizlarning boshlarini urib yeribdi, cheqibdi. Hatto ba'zilar o Xitoy meni tutma deganda qulqidan so'rab, qulqini jirvatgan qizlarimiz bo'ldi. Shunchalik endi hayotimizda ko'rib boqmagan bir dahshat, bir razillikni ko'rdik turmaning ichida. Buningga u yerda abam dedim, butun G'uljidagi ma'murlarni yig'ib olgan so'roqqa. Bular hammasi hayron qoldi. Bu qanday gap? Bu bizning hukumat, bu kompartiya bu qanday bunday ishni qildi? Bu hatto u yerda yig'ilib oblastning boshlig'i kelganda uning shikoyatini qildi butun kadrlar. Mushundami qattiq hayron qoldi-da, odamda bundaqmi ish bo'lganda bilgiri ko'rib boqmagan. Uning keyinda G'ulji shahrida keng tutqun qilish, sud, o'lim jazolari boshlanib ketdi-ku deyman uning kendan. Bu
bu yerda masalan shu oblastning bir qozoq boshlig'i bor deb bularga shikoyat qildi. Bu har qanday biz bu yerda adliyaning odami bor, sud va sud adliyada jazolanib turmaga kirish kerak. Bu turmaning ichida nemishki buncha bola ig'ir qiyin qistoq bo'ldi odamlarga degan shikoyat bo'ldi. Ya'ni 5-fevral kuni 6-fevral kuni undan keyin nurg'un odam tutildi. Turmalarda qiyin qistoqlar bo'ldi. Undan keyin yani bir haftadan keyin bu asosan so'roqlar tutgandan keyin ma'lum soqchilarni, kadrlarni ip qilib qolganlarning hammani joylariga qaytardi. Shundan keyin Xitoy hukumati mesela o yerda men uni deb o'tdik bir G'uljidagi turma emas, G'uljidagi har bir noyalarda turum bor, har bir bentvanlarda turum bor. G'ulji shahrining turmasi bor, oblastning turmasi bor, viloyatning turmasi bor. Abiyan deb o'tgandek har bir turmalarda normalda 10 dan yotadigan odamning soni 40 kishi chiqadi bular. Hatta turmada nurg'unlari shu jotoning sepida urilganlikdan beshi chiqilib ketganlarning turmaning ichida o'lganlardan nurg'un bo'ldi. Bu yerda bir narsani yana bir qaytib qo'yg'im bor. Buni hukumat istixborotning o'rinlashtirayotgan ba'zi bir biladigan ishlarmi keymi deganimiz, bu yerda so'roqda bir bolani so'roq qilib ochiqdi. Ochiqiblar bundan gapni so'rab bo'luvchilar bu ben uchinchidan odamga menga chaqilolmaysizlar degan gapni qildi dedi. Shunda bu yolg'on gap bo'tdi deb nim qilsak o men uchinchidan odamga ismi pistajida deb endi bir telefon nomerini chiqarib berdi. Mushdan telefon qilinglar. Menga chaqildigan bo'lsanglar u yelim meni askarlar turmay solab ben tayoq yedim dedi. Yani yo'g'on kaltak bilan uni ko'ziga urdi-ki bir ko'zi chiqtay debdim. Shundan bu rostga qilyaptim deb yana bir anjanjoga telefon qilgan u bergan nomerga. O rostga o'qib kelib bo'ldi. Anjanjodan odam keldi. Ularning o'zining odam bo'lib chiqdi-da u odam. Ha. Ama anjanjoga kelguncha biz bundan gapiga ishonmagan bu, buni bilmoqchi, buni anchani so'radik. So'rsak bu taki nimadan namoyishning boshlanishidan tortib batga bu. Endi bundaq shu vaqtlarda bundaq namoyishchilarning ishiga o'zining odamlarini qo'yib yetadigan bunda ishlar keyin tutqun qilish harakatlarida ularning bergan uchurlardan odam tutadigan bunda voqealar o'z vaqtida G'ulji voqeasida ko'p yuz bergan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Baxtiyor Shamshiddin apandi hozir Kanadada Torontoda o'ltirdi. Ilgari G'ulji shaharlik soqchi idorasining soqchisi bo'lib ishlagan, yuqorida o'zi bayon qilgandek bu voqeaning tirik shohidlarining biri. O mushu voqeadan keyin o'zining soqchilik xizmatini tashlab Qirg'izistonga qochib chiqqan va u yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki musofirlik salohiyatiga erishib, hozir Kanadada yashayotdi. Baxtiyor apandiga ko'p rahmat aytamiz. Hozir oxirgi so'zni Nurmuhammad Musabay apandiga bersak, bugungi 20 yillik G'ulji voqeasi qarab, uningga baho berganda, men G'ulji voqeasini shuna deyman, G'ulji voqeasi Uyg'ur masalasini tunji qitib xalqaro matbuotga kelgan bir voqea. Yani G'ulji voqeasi shuning o'zining bo'lgan vaqtda G'uljidagi chegara rayonlik munosabatda chegaraning ichilganlik procesidan G'ulji voqeasi Uyg'ur masalasini, ya'ni Uyg'ur degan so'zning xalqaro matbuotga chiqqan bir. Shundan keyin ya'ni xalqaro kuzatuvchilarning Uyg'ur qiziqishini qo'zg'agan bir nuqtasi bo'ldi. Ya'ni nuqtasi bo'lgan. Ikkinchidan G'ulji voqeasi, ya'ni G'ulji inqilobi chet elda chechib yurgan Uyg'urlarni birlashtirib birlikte harakat qilishga, ya'ni chet el burun chiqqan, keyin chiqqan yoki chet elda burundan bog' bo'lgan Uyg'urning hammani yig'ib bir Uyg'ur degan bir masalaga akilgan bir harakat deb qarayman. Hozirgi Uyg'ur xalqaro harakatining bir yo'lini yechib berdi deb qaraysiz. Endi G'ulji voqeasida dunyosida da'vo qilish ulgusini yaratdi. Endi esa G'uljida ham mamlakatda nurg'un voqea bo'lgan, ya'ni namoyishlar. Masalan 80-yildan boshlab Janubda Qashqar Otabkestan 5-6 shaharda nurg'un namoyishlar. Bular hammasi Xitoyning 30 yillik to'xtam bilan kelganki keting deb namoyish bo'lgan. Uning hech qanday bo'lmadi. G'ulji nurg'un voqea bo'ldi, lekin buningki ta'siri shu vaqtki axborot uchurlari, ijtimoiy taraqqilarning kamchiligidan xalqlar bilmaydi. Lekin G'ulji voqeasining bo'lgan vaqti, zamoni, o'rni nisbatan o dunyoga Uyg'ur masalasini xalqaro matbuotga akilib tutib turishdan muhim rol o'ynagan. Bir narsani qo'shib olsak, bu ham mana degan vaqtida Xitoy mamlakatiga ta'sir ko'rsatgan. Chunki shu vaqtida Xitoyningki gazetlaridami xabar qilindi, buni salbiy ko'rsatib, uningki hatto Wang Luchanninki qani G'uljining nochilari bo'lsang sen chiqib biz bilan etish degan so'zimi bor. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimizni mushu yerda oxirlashtirishga majbur bo'ldik. Yuqorida
Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi İlşad Tersen Efendi, Dünya Uyghur Kurultayı'nın sabık baş katibi Nur Mehmet Musabay Efendi ve Kanada'da turuşluk Uyghur faaliyetçi Bəxtiyar Şemşedin Efendiler bile ilip ağan söhbetimizini anladığınlar. Bugün mihmanlarımızın söhbetimizge iştirak kılganlığı köp rahmet etimiz. Biz bunundan ki mudda söhbetlerini davamlı orunlaştırıp durumuz. Bizden ayrılmanlar hayır hoş. 20 yıldan buyan chet ellerde yaşayotgan Uyg'urlar her yili 2 ayının 5 günü özleri turuşluq devletlerde namoyish, xatni Qur'on o'tkazish qatorliq har xil faoliyatlar orqali bu kunni xotirlab kelmoqda. Uyg'urlarning yaqinqi zaman tarixidagi muhim voqealarning biri hisoblanadigan G'ulji voqeasining yuz berganligining 20 yilligi munosabati bilan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilib, bu kunni xotirladi. Sharq Turkiston surgundagi hukumatimi norozilik xati e'lon qildi. Yillardagiga o'xshash G'ulji inqilobining 20 yilligini xotirlash va Xitoy hukumatining rayonda yurgizayotgan assimilyatsiya hamda besim siyosatiga qarshi erkin ellarda noroziligini bildirish uchun Amerika, Germaniya, Gollandiya, Turkiya, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya qatorliq ellarda namoyishchilar shehidlar ro'yiga atab Qur'on tilovatlar o'tkazdi, namoyishlar ilib bordi, muhokama qatorliq turli shakllardagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazdi. Her qaysi ellarda ilib berilgan namoyishlarda namoyishchilar Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket, 5 fevral G'ulji inqilobi unutilmaydi, shehidlar o'lmas, Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilishni to'xtat degandek shuarlarni to'ladi. G'ulji voqeasining 20 yilligini xotirlash munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning yig'ilishlariga bugun ekranimiz orqali sizlarni boshlab bormoqchimiz. We want freedom now! We want freedom now! We want freedom now! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! No freedom, no peace! No freedom, no peace! China out of East Turkestan! China out of East Turkestan! Human rights for Uyghurs! No justice, no peace! No justice, no peace! Qarindoshlarimizni unutmaganligimiz, ularni davomli eslayotganligimiz va Xitoy hukumatining shu G'ulji voqeasidan keyin shu yerdan boshlandi hamma nima aziz qarindoshlar, hammanglar bilgandek, biz mushu munosabat bilan bugun bu yerda namoyish o'tkazib, yana bir qitim bu harakatning davomlashadiganligini, cho'qim g'alaba qildiganligimizni dunyoga jakalaymiz. O voqeada o qonli qirg'inchilikda shahid bo'lgan qarindoshlarimizni eslaymiz va ularning yotgan yeri jannat olsun deb duo qilamiz. İnşallah hammasi shahid bo'ldi, hammasining yotgan yeri jannat. Uningdan hech kimning shubhasi yo'q. Xitoy hukumati G'ulji voqeasidan keyin bilasizlar, G'ulji voqeasi jiq bu yerda bo'lganlarning yoshlar ko'proq, ular bilmasligi mumkin. Shu 5 fevral 1997 kuni G'uljida 0dan tuvan 20 gradusda bizning qarindoshlarimiz sizlarning bizning erkinligimiz uchun, sizlarning bizning huquqimiz uchun o'zlarining issiq qonlarini to'kdi, aziz jonlarini verdi. Hech bo'lmasa bugun biz bu yerga kelib, shularga vijdoniy biz burchimizni ado qilyapmiz. Bu munosabat bilan bugun rahbarimiz Robiya Qodir xonimni G'ulji voqeasi, G'ulji qirg'inchiligining 20 yilligi munosabati bilan so'zga taklif qilaman. 97 yılı 2. ayının 5. günü bu vaka oldu. Ben şu 6. çisla Kaşgar'da yer tevirgen yerlerge İran'ı apırıp yer tevirgen qarindoshlarımni qutulduruş için şu 29 maşina bir narsa kerak apalgan. Şularni taxt bir vatka vaqtimda anladım. Şu keşte aeroplan bile uçtum. 5. çisla namoyish qirg'inchilik oldu. 6. çisla ben ilidi oldum. İlidi bulup ben Süreyyan'ın hadisi Rami'yle ikimiz bununla ait çok teşhirdik. Namoyish chiqqan adam 2500 etrafida keldi. İlide şu meşrepte aş ballaga xayl oyun çekmeslik,
zəhərli çekimlik çəkməslik, satmaslik, arak içməslik, ballar özünü tutuyuluş, Uyğur tügəp ketməslik. Dini cəhətdən ilinin balları məşrəb arqılıq aşdaq ballarını doğru yolga başlap, muşundaq zəhərli çekimlik bilen, Xitayның suiqasd bilen onu taqtib öltəgindən Uyğur ballarını ilini Uyğur üçün məşrəb təşkilləgən. Yani şunu Xitay aşı məşrəbini çəkdəb, qığallığı üçün, onun içinde bir neçə adamını qolga ağallığı üçün ballar namayışqa çıqqan. Bunlar tinchlik bilen qilgan namoyish. Hökumatning oldida tizlanib o'tag'an. Hech qanday alı to'polaq chiqarmagan. Lekin uni askarlar bilan, soqchilar bilan hayotida Uyg'urni ko'migan, ashunda qirg'inchilik adam o'ltirishni o'rgangan qotillar bilan, ishlar bilan kelib, ularni bostirib ashada qirg'inchilik qilgan. Hatto G'uljining ballalarini mushu yalang'ashlab namoyishni akirib yosh bolalarni namoyish chiqdimi, chiqmadimi, uning bilan chatig'i yo'q. Ash maydonga opirib yalang'ash mushuningdan qattiq soğuqda bir-birini quchoqlab balla yalang'ashlab o'tag'izgan ekan. Ikki Uyg'urning o'g'il balasi bir-birini mushuna quchoqlatqizib, shilanki bilan to'pisiga suvni chechib, ash shilankida kechich to'ngitib o'ltagizdi. Qarindoshlar, minglarcha qarindishinglar ash ilida ashuna o'ldi. Mana men uningki shohid guvochisi. Aziz qarindoshlarım, biz Uyghur milletini, yani dünyanın köküdün, jildisiz kurutup taşımak isteyen bu Xitay, dünyada hiçbir memlekette, hiçbir millette, hiçbir yerde görülmeyen mezgilde bütün bir milletini, gerçi Cungu Puhrası deydi, biz eğer Cungu Puhrası olsa bizim halkımız, onu özünün Puhrası okşayan ten beraber hukuktu, beraber görüşü lazım. Bizim tilimiz ne, dinimiz ne, kültürümüz ne, medeniyetimiz ne, hepsini yok çıkarıp bu Uygur milletini 3. nesilde tamamıyla yok tutuş yolu gitti. Bu hiçbir dünyada bulunmayan bir vaka. Dünyada hatta vahşi hayvanlarını, adamya eğdiğen hayvanlarını, ulanı kovdaydıgan teşkilatlar var. Biz hayvan emez, biz insan. Bizim hakkımızı, hukukumuzu, özümüzü kovguzuşu lazım. Arkanda bir milletin köküdün yoktu ben. Bunu dünyadan silip taşlayayım de biz intikam alış yoluna ketkenlik için. Hiçbir Uygur'un bununla çıdap turalmağanlığı. Hemmimiz gibi açık məlum. Onun için qarindaşlarım, benim sizlerden soracağım Uygur'un qandaq bir millet boğanlığını, tarihini, medeniyetini, kültürünü, dinini sizlerden anlatışınlar lazım. Muşu vaqalarning hamsi qaraganda Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini siz tashkil qilgan qanday shaklda tushundirish mumkin deb o'ylaysiz? Mana shu o'zi bizning Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini va Xitoy besib olgandan tortib hozir bo'lgan 67-68 yil ichidagi vaziyatini dunyoga tanıtadigan birdan-bir qahramonlarimizning o'zining badalini, o'zining qinini to'kib turib, amili Xitoyning tajovuzchiligi va Xitoyning tajovuzchiligini bizning xalqimizning qabul qilmaydiganligi. Qabul qilmaganligini, o'limga o'zini tutib berib, har vaqt o'zining vatanining ozodligi uchun kurashni davomlashtirayotganligini biz shu voqea bilan dunyoga olib hem şu dunyoga olishimizning eng asosli mazmuni shu. İlide qurban bo'lgan qarindoshlarimiz birsi shularni aslash, yolg'iz ili voqeasini qurban bo'lgan emas. Muş tarixten beri vatanimizni mustaqil qilish uchun mayli 47'de, mayli onun oldi, mayli onun keyin, mayli 33 yili bo'lsin, mushu qarindoshlarimizningki boshqa izida menish, ularni bir bildirish, ham andiki butun dunyoga Xitoy hukumatining adolatsizlik bilan bizning xalqimizni har vaqt davomli ashuna qirg'inchilik qilayotganligini anglatish, ham Xitoy elchixonasining oldiga kelib, Xitoy elchixonasiga Xitoyga bo'lgan o'zimizning noroziligimizni, Xitoyni bizni besib olgandan keyin adil adolat so'ramaganligi, qirg'inchilik qilganligi, necha 10 minglagan qarindoshlarimizni turmida yetayotganligi va necha minglagan qarindoshlarimizni nahaq o'layotganliklariga hammasiga norozilik bildirish, Xitoy hukumatini buni to'xtatishga chaqirish va shuning bilan birga dunyoga buni anglatish, o'zimizning xalqimizni davomli har qitim aslab bu shunday ideyada yetaklash. Abduxoliq Uyg'urning o'ygan ay xalqim degandek, mana shu shehidlar, shu qon,
muşu qurban bo'lgan qarindoshlarimiz, muşu qahramonlarimiz bizning uyqumizni uyg'otadigan. Shularning xizmat, shularning epirvatgan tarixiy amil usullari ve ularning qurban berishlarida xalqimizni yetaklash, uyg'otish uchun har yil biz bu namoyishni shu Xitoy elchixonasining oldida qilamiz. Hem Xitoyga shu vaqtda o'lib ketgan qarindoshlarimizninki ularning qanday vahshiylik bilan bostirganligi haqida noroziligimizni bildiramiz. Yalnız biz bu elchixonaning oldida emas, butun dunyoga bayonotlarni beramiz. Onundan başka bir kişilik hukuk teşkilatlarının hemisiga özümüzün elimizde yazımız. Amerika hükümeti olsun, Avrupa hükümeti olsun, İslam dünyası olsun, Türk dünyası olsun, Japon dünyası, Asya olsun. Hem yerde biz şehitlerimizin namını şu günü jarang. We want freedom now! We want freedom now! We want freedom now! We want freedom now! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! China out! China out! China out! China out! Xi Jinping is a terrorist! Xi Jinping is a terrorist! Xi Jinping lies, Uyghur dies! 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 Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Nazi China! Nazi China! Nazi China! Nazi China! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want independence! We want independence! We want independence! We want independence! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Yaşasın Şarkı Türkistan! Yaşasın Şarkı Türkistan! Yaşasın Uygurlar! Yaşasın Uygurlar! Yaşasın Uygurlar! Yaşasın Uygurlar! Yukarısı Xitay komünistleri! Yukarısı Xitay komünistleri! Yukarısı Xitay komünistleri! Yukarısı Xitay komünistleri! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Bu hammamizga kelyapti. Hammamizning beshiga, hammamizning tuqqanlarga. Sizlarning tuqqaninglar va vatanda, ota-onanglar bor. Rabiya xonimning 2 bolasi bor. Boshqalarning mi bor? Hammamizning urug' tuqqanlari bor. Kimning yo'qki, kimning so'zlashish kelmaydi, kimning shu vatanga bag'ish kelmaydi. Hammamizning bag'ish keldi. Hammamizning berib, urug' tuqqanlarimiz bilan quchoqlashib, o'rtog'imiz keldi. Lekin oldi bilan bir g'oya bo'lish kerak. Bizga hozir Xitoy zo'lab, bizga tangan g'oya vatan uchun, xalqimizning hurligi uchun kurash qilish. Shu yo'lga menish. Bir xalqimiz yengirgan bo'lsa, qog'inimizning ro'ytamiz yog'an. Buni bilishimiz kerak. Ma'o haqiqiy yurak bilan, vijdon bilan, iymon bilan qildigan da'vo. Buni bedel talab qiladi. Shu bedel nima deganda, hozircha tuqqanlaringlarning ozroq avara bo'lish mumkin, ko'ranmasliginglar mumkin. Hammamiz tirishsak, inshaalloh vatanimiz, xalqimiz bizni kutyapti. Shu yerga biz hammamiz mushu bayroqlarimizni ko'tarib, aşağıda onundan keyin jam bo'lmaydi. Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Shame on Xi Jinping! Xi Jinping is a terrorist! Xi Jinping is terrorist! Shame on terrorists! Shame on terrorists! Shame on terrorists! Shame on terrorists! CCP is a terrorist! CCP is a terrorist! 다도 중국을 단다! 다도 중국을 단다! 다도 중국을 단다! 다도 중국을 단다! 중국의 공회제! 중국의 공회제! 중국의 공회제! 중국의 공회제! 중국을 침략자! 중국을 침략자! 중국을 침략자! 중국을 침략자! 다도 침략자! 다도 침략자! 다도 침략자! 다도 침략자! 共产党是恐怖分子！共产党是恐怖分子！共产党是最大的恐怖集团！共产党是最大的恐怖集团！
共产党恐怖集团，共产党恐怖集团，打倒中国共产党，打倒中国共产党，打倒中国共产党，打倒中国共产党。Yaşasın Şarkı Türkistan! Yaşasın Şarkı Türkistan! Yaşasın Uygurlar! Yaşasın Uygurlar! Yaşasın Uygurlar! Yaşasın Uygurlar! Yukarısı Xitay komünistleri! Yukarısı Xitay komünistleri! Yukarısı Xitay komünistleri! Yukarısı Xitay komünistleri! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Benim bilişimce sizin namayışta yıl her yerde mümkün çıkılı gelsin. Bugün bu namayış sizin için bir nimetin gereken öyleyse. Yani bugün ikinci ayın 5 fevral 1997 yılında Xitay komünistleri bizdeki yaşlarımızla tıkırıcılıkla, onlarca yaşlarımız kurban bulaşık şehit oldu. Bugün 3. sayfası maksat bugün işlerde bu Xitay Arabiyada. Şuna bular köz kurup, en az 2 gün aldı sınıf var. Şunlar Uygur vakısında Şerif Kurtarlık buluş müşahsızlar müşekkilip şehitlerimizdeki kurban olan bugün hatırlaş. Hem de şu an ızdın beşiş, bizdeki mecburiyetimizde biliş üzerinden burçlar bilir, müşekkil üzerinden narazılığını hem de şundan vatnımdaki 30 milyon halkın vakalattan şunlar beğenmeyen şu narazılığını şunlar vakalattan ifadelemek için müşahit durup Uygur üstünden müşahitlikler narazılığını ifadelemek için geldim bir. Bugün kelgen kıymetlerini hazır yüz taşıdı. Tüm şey yaşavattan olan kıymetlerimiz var. Hem kıymetlerimizni müşekkilip özümüzdeki narazılığımızını hem de halkımızdaki vatandaş olan halkımızdan diyenmeyen sözlerden müşahit ifade için hem krallarımızdaki hem Uygurların müşahit bulup müşkutlarını kabul edip şu narazılık ifade çağrı kılıman. Biz 2 saat durup müşahitleşten muzak ettik. Aynı vakitteki Oğuzluk yerindaşlarımız baş kahırtan 20 gradusun tüven minus sıfatlarda bizim azatlığımız için Uygur halkının kelgisi için şu yer şehitliklerini verdi. Cinlik kendini kurban kıldı. Biz müşahit durup 2 saatlik vaktini azatlanmaya müşahit kilemizsek biz özümüzün hakikaten özümüz yüz kilemeyiz. Şunakla şehitler yüz kilemeyiz. Vatanımızga, kelgisi evlatlar yüz kilemeyiz. Yol keliş jarayan oylagan eng chong arzuyunuz nima deb bilgan sizniki? O'ylag'andan bir xalqimiz vujudimizga xalqning baldırak xalqdan baldırak erkinlik erishib kelsa, baldırak yo'rg'lab kelsak, o'zimizdan bu xalqning baldırak qilib kelsak, o'zimizni yo'rib olsak, vujudimiz qaytib bizim xalqimiz uchun bir vatnimiz uchun bir ko'p qo'ysak deb o'ylayman men bu yo'lga. Baldırak yo'rib ketsin, baldırak erkinlik erishimizni tiladim. Qatnashmoqman bu qitim namoyish qatnashishdan hayajonlandim. O'zimdan birin tartibda o'zimizdan uchirgan zulm, xo'rliqlarimiz ishimizga bir xil bir qattiq xo'rliq bo'lib sinib ketdi. Bir xil azobni qanday qilsak chiqarma, qanday qilsak so'zlayamiz deb shu fursatni kutib turgan oxir bir ko'rsatkich so'zladik. Elchixonalarga namoyish qildik Xitoyga qarshi. Nəhayət hayajonlandim, hayajonimni menada so'zlashga chiqish ifodalab bo'ladimi deb. Fascist China! Fascist China! Uyghurs will be free! Uyghurs will be free! Mana G'ulji voqeasiga biz 20 yilligini xatirlashga bir qancha hafta vaqtimizda matbuotlarga xabarlar bo'lgansa, G'uljida yana yer asli Qur'on o'qigan degan ma'nolar bilan dastlabdan o'shanchi bo'lib chiqyapti, imomlar chiqyapti, ilgari kim bu 300 ortiq ajab chiqdi. Uygurlarga azatlık! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga hürriyet! Uygurlarga hürriyet! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Yazsın müstakillik!
kelmegenlerge, bilip durup katlaşmaganlarga sizlerin gerekli sunlar için kıldıgan geldi. Bugün aşı Hulki vakasından ağırlığımızda halkara teşkilatlar 100 kişinin Xitay etikleri Armayımız asla! Armayımız asla! Armayımız asla! Armayımız asla! Nereden yolunda? Nereden yolunda? Nereden yolunda? Nereden yolunda? Armayımız asla! Armayımız asla! Vatan! Vatan! Sağlık! Sağlık! Cinim! Vida! İnşallah müstakilligimizni qo'limizga ola olamiz. Ko'k bayrog'imizni vatanimizda dafn eta olamiz. Endi bu G'ulji inqilobidan burun bo'lib ham 70 yillarda Xitoyning bostirishi nihoyatda kuchli ketyapti. Biz tug'ilmagan vaqtlarda Xitoy 1949 yilda bizning vatanimizga kommunist armiyasini boshlab kirgandan tortib turli shakllarda, turli vositalarda qirg'inchilik qilib keldi. Biz tug'ilgandan keyin biladiganlarimiz Madaniyat inqilobi, andan keyin cho'g'roqlardan bizning biladiganlarimizdan Barit inqilobi, G'ulji inqilobi, hozirgichilik sanab tugatish juda Sharq Turkistonning har yerida Xitoy kommunistlar qarta bostirish harakatlari olib berilyapti. Biz bu shahid bo'lgan qarindoshlarimizning imkoniyatimizdan yordamlashcha eslayapmiz, xotirlayapmiz ham Xitoyning bu bostirishlarini qo'limizdan kelsa chet ellarda Sharq Turkiston zulmining teshida munosabatli hukumat organlari, xalqaro tashkilotlar, cho'ng davlatlar, o'zimiz yashayotgan davlatlarda anglitib, xalqimizning hech bo'lmasa bir tiniq-tiniqdek imkoniyatini qo'lga keltirish uchun tirishyapmiz. Yasin val-Qur'onil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Başlık içinde özümüzün vatani ve milleti ve ulug' dinimiz için birlikte kurash qilishimiz vazifasi. Hakikaten hem de avval sözümüzün şu 5 fevral G'ulji vakasida şehit olan şehitlerimizin ruhiga Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyimiz. Müşahede oturup bir dua qilishimiz, shularni eslashimiz, aşılarının ruhini hoş kıldı. Hem de bizim vazifemiz ne? Biz hiç bulmasa shularning yılda bir katta bo'ladi. Shundaymi? Necha yilda bir katta shularning ruhiga bir dua qilish vazifamizni ijro qilamisak, shularni bir esler. Shularning haqiqatda yilda bir katta bo'lgan namoyish qilib bir soat turamizsak, Müştah bir yığılışlar bir kolumuzu gibi amin diyemezsek bizden insanlığımızda sual vermiş koşup olabilir. Aradaki mesela insanlarımız soraydı bazı çıkarıp gitsek bu vatan kaçan azaltılamışlar git paramı. Vatan lagmayı yap oturuş bilen, şorpüsük oturuş bilen, Türklerinin kilosunu körüş bilen, yaki bombası kopap usoylaş bilen vatan azaltılmaydı hangi? Hemimiz hiç bombası kündü demeyiz. Aynı bir katım, hepsi bir katım. Demağa vakıtta benim muş bir haftam der, mayak muş bir ayımda, muş halkımız için, vatanımız için ben ne mi kılam deme? Bir ayda, bir saatimde, muş başkam oynap bakışka, acırdalık mı? Aşı vatanda bulavatkan, aşı kinoların görüşünü için Azat Kıvatlığımızda bugünkü günde sosyal medyada, Facebook'la bulatı, Erkin Asya Radyosu vatandaşı havalarını imkan bildiriştiriş oldu, halkara matbuatla başlattırdık falan. Toktap duran bizim vatanımızda ne bulavatkan ben bir şunu bildiğimde karap bakay. Dep heplik ve aylık şunu bir körep bakan da. Vatan, ben şuna deyim vatan oldu bilen azat buluş mümkün, özümüzden kalbin azat buluş gerek. İki kere vatan bak. Bir, biz işçide yaşaydık vatan, yani bir vatan var, bizden kalbimizde bizim işçimizi yaşadık vatan. Biz vatanımızın işçide yaşayamadık, o vatanımız yok. Biz onun işçide yaşaydık vatan yok ama kalbimizde yaşadık vatanımız var. Bunu evvelden yaşadık. Bunun için biraz vicdan, vatanperverlik lazım. Şu olsa kalbimizde olmadan birinci basmış vatanını kalbimizi azaltmış.
Kalbimizni vatandan azat kılalga vaktimizin yüzüde, benim vatanim Şarkı Türkistan, benim vatanim Uyguristan diğerliğe vaktimizde, sen nereden geldiniz benim vatanim, yanına ben şu Beijing'den talimat alayım, benim vatanim Xitay deydiğen bu nemede taşlı derge vaktimizde, ahlatga atgetli derge vaktimizde, onun için vatandan azat buluşun birinci kadın baskan bulunuz. Şunun hem bu yerde çeteldeki kırındaşlarımızla, bu sorunlu boğan kırındaşlarımızla hemimizden bir mecburiyetimiz var. Biri, özümüzden kalbini vatanını kuruş aldılar. Biz 10 bin kilometre uzak turup, kalbimizde Xitay'ın saksısını birlim yana kötürep ekersek bu pek biçarçılık hem de. Biçarçılık. Yani şu biçarçılık, çetelge çıkandığı kim o? Erkin bir dünyada turup, öyle toktaptım Xitay konsolosluğunu alıp basama video alırken benim atanımız bokkalar mı? Desek bu pek biçarçılık olan olur. Vaya hepimiz özümüzü yani şu Xitay'ın kokap, şu tehdit işi yazsa, bu insan pek biçare insan, işçi ağrıyılan insan. Yüzün fizik cihetten erkin bir dünya yaşamaktan boşu mümkün. Ama o fizik cihetten erkin dünya yaşamaktan ruhi asası kalanda o insan Şarkı Türkistan azat olsun mu? Yani yüzü kulda yaşayılan yani. Bu bunun için biz müstemlikiden kaçan şu ruhunu şekillendirelim vaktimizde özümüzün balısını aşı cengvarçılar dolat mangan aşı namayiş koşunun yüzümüzün balısını görüp gururla kalga vaktimizde anlık ve azat. Biz de iş kılalayımız, çetelde kılıngan işimiz, muşuna okşaş faaliyetler, namayişler bulundu. Muşunda şehitlerimizle esleş, katılarımızla, yetekçilerimizle esleş ve şuların ruhunu tunuşturuş, şuların ögüdüş. Ve beşimizdeki muşu vatanimizin azatlık erkinlik yolu da aldık sertik itibattan liderlerimizge, rehberlerimizge, aşılarga kolumuzdan kilişçe yardım kılış. Hacım degandek vatanı üçün, millet üçün kuraş kılanlar o millet çok kalıdı, ya ki vatan çok kalıdı, o dünyada savap kazanılmaydı. Deydiğen bu sepsetler hepsi, bu dinde bombalan, yani dinle hata düşünüp kalan erendaşlarımızın oturdu. Şügen sepsetiz. Ama kolu da işlemi yoktur. Vatanı müstemlik astıdır, zulüm astıdır durup. Ben vatanı desem bombaydı, başka yere verir. Başka kardeşlerime, Müslüman kardeşlerime yardım için gerek. Değiş bu İslam uğrunu gelmedi. Eğer 60 yıldan beri halkımız hiç çıkınmay yatkan bolsa bugün biz bu yerda oturmaydık. Bu yerda yaşayamaydık. Uygur degan bir isim kalmaydı. Demek şu 60 yıldan beri yüz bergen 500 qatımdan artık karşılık ko'rsatish hareketinde milyonga yakın halkımız bizning uchun, yani bizning kelajagimiz uchun, istiqbolimiz uchun hayotidan, issiq kunidan voz kechdi. Yani bu jihatni elib bakkanchaqda bizning nayt ko'p qarzimiz bor. Bölgeler üçün mü qarzımız var? Onları tuğup östegeler üçün mü qarzımız var? Hazır vatanda güçlük bir nefes alamayotgan xalqimizning oldida qarzimiz. Şuna şu özümüzün milli azadligimizni qo'lga keltirish, qo'ldan berib qo'ygan narsamizni qaytarib olish, boshqa millatlardek hur ham erkin yashash uchun yani har qandig'imizning qilishga tegishli bir ishimiz bor, qila oladigan bir ishimiz bor, mangadigan bir yo'limiz bor. Xalqimizning qon yoshlik ko'zlari bizga qarab tikilib turibdi. Qila olsak, hammamizning qilishga tegishli qila oladigan nurg'un ishlarimiz bor. Mush erkin, mush hur dunyoda turib, mush vaqtning, mush zamonning qadrini bilmay, mush fursatlarning qadrini bilmay o'tkazib etsak, ertagisi deb qolamiz. Shunga millatning ishi, oilangizning ishi, oilangizning ishi sizning ishingiz. Bu g'urur, vijdon, aql masalasi, ya'ni xarakter masalasi. Şuna cemiyetimiz haqiqatan murakkab. Ama siz dava uchun yordam qilay, foydali bir ishni qilay desangiz, naqdmi qila olasiz. Har turli yo'llar bilan qila olasiz. Ammo hargiz unutib qolmang. Siz Uyg'urning bir a'zosi. Free is Turkestan. Free Uyghurs. Free Uyghur. Free my brothers and sisters. Free my brothers and
Gulja massacre. 20 years ago, in February 1st, the peaceful Uyghur protesters brutally cracked down by heavily armed Chinese army in Gulja city. Hundreds innocent protesters shot and dead on Gulja streets. Hundreds were wounded and later died at prison. Hundreds were arrested and still remain in the prison. They simply asked freedom for Uyghur people. The freedom everybody should have. Today we are here asking us by Chinese government must face justice and you must pay the price. Uyghurs will fight for their freedom and independence forever until their dreams come true. It was never be part of China and will never be. East Turkestan is Uyghurs' homeland and their home country. We believe Uyghurs will establish China! Liar China! Liar China! Bloody China! Bloody China! Shame on China! Shame on China! Shame, shame, China, shame! Shame, China, shame! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, China, shame! China withdraw from East Turkestan! China withdraw from East Turkestan! China get out of East Turkestan! China get out of East Turkestan! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free Uyghurs! Free Uyghur! Free my brothers and sisters! Free my brothers and sisters! China, stop killing the Uyghurs! China, stop killing! Bugün Gulji vaqasida qurbon bo'lgan mujohidlarimizni eslab chiqdik bu yerga. Ham ashlarninki xotirlash va ashlarni sig'inish, ashlarga bo'lgan hurmatimizni bildirish uchun chiqyapmiz bu yerga. Naytdi hayajonda turyapman. Gerçek shu mujohidlarning qatorida bo'lmaganligidan afsuslanman. Alloh xolisa bizmi shularga o'xshash bir xizmat ko'rsatib, to'g'ri yo'lda o'zimizningki hayotini, vatanninki mustaqillik, hurlik uchun berishni orzu qilaman. Shu umidni turyapman, Xudoyim bursa. Biz boshqa millatlarga o'xshash, ya'ni ma'lum manfaat yoki iqtisodiy manfaat yoki boshqa manfaat ustidan harakat olib bormayapmiz. Biz yani o'zimizning erkinligini, hurligini qo'lga olish uchun bu hareketlerini ilip boryapmiz. Bizning hareketimiz haqliq. Biz bu hareketni mangu davom qilamiz. İnşallah bir kuni biz o'zimizning erkinligini qo'lga keltiramiz. Ammo yana bir vazifani unutib qolmasligimiz kerak. Chunki biz shu o'lgan shehidlarimizga turmada yetayotgan qahramonlarimizga qarz, bu qarzni hargiz unutib qolmasligimiz kerak. Shularning to'kpisdan biz bu yerda rahat yashayapmiz. Bugün bunu Gulji katliamıga 20 yıl oldu. Bugün yani her bir vicdan ilgisi, gurur ilgisi olan Uyghurlar unutulmayacak. Bugünkü günlerde kahraman şehitlerimizni eslep bunun marşa çıktık. Bu
biz bir yere çıkkanda 10-15 adamın mecburiyeti bu olmasdı. Bütün Uygur halkınınki mecburiyeti deb koyayım. Bugün Xitay Kosunun namoyish qilishimizdagi biz vatanimizda shu shahid bo'lgan shu qarindoshlarimiz qonlariniki bakar aqmagan ularninki sabr qilishi bilan birga doim Uyg'urlar unutmaydiganligini va shu bilan birga şu qarindoshlarimizni hayotini ular haq yo'l ustida bo'ldi. Ularning Alloh oldida olgan darajasi boshqa, ya'ni biz ularni mangu unutmaydiganligimizni Xitoy zulmga qarshi qarindoshlarımızdan chiqqan chiqib bir isyonni bildirgan boshqa o'xshash namoyish sifatida bu yerda Xitoyning chiqqanisidan oldilar. Chiqib o'zimizning zulmga qarshi ekanligimizni va vatan davosini ilib mangdiganligimizni, to'xtatmaydiganligimizni bildirish odamga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Bu faoliyatimiz bugun bundoqlar to'xtab qolmaydi. Doim davom etdi, arxa usuli bilan davom qilamiz. Shehitlarimizning qadridan, izidan mangu mangamiz toki vatanimiz Sharqiy Turkiston o'z ozodligini qo'lga keltirganiga qadar. Biz bugun bu qonliq kunni xotirlash tufaylidan bir qora ko'rchambarak qilib Xitoy kosini olib qo'ydik. İnşallah bir kuni vatanimiz Sharqiy Turkistonda o'zining ozodligi bilan ham shu xo'shallik bilan hamda shu ozodlikni qo'lga keltirish jarayonida shahid bo'lgan shahidlarimizni xotirlash munosabini tiklash mumkinchiligi bilan o'z ozodligimizni qo'lga olishimizga Allohdan tilab arzu qilamiz. Her vakit dualarımızda tilayimiz. İnşallah o günlerimi uzun bağlamaz. Sayla vatan düşkün! Sayla vatan düşkün! Bu vatan bizim! Bu vatan bizim! Vatanda ahir kolumuz kalımız! Vatanda ahir kolumuz kalımız! Bu haqqani kurashning qandoq bostirılganligi Sharqiy Turkiston xalqimizning qalbida o'chmas azob-uqubatlarni qoldirib ketdi. Bu munosabat bilan 20 yildan beri G'o'lji qirg'inchiligi har xil namoyish bilan, har xil faoliyatlar bilan vatan sirtida har qaysi davlatlarda yod etilib kelmoqda. Bu yil Shvetsiyada havo sovuq, sharoitimiz yordamigalligi uchun Teknomakan islom madaniyatiga yig'ilib G'o'lji qirg'inchiligini eslash, G'o'lji qirg'inchiligida shahid bo'lgan shahidlarning ruhiga Qur'on tamom qilish yuzasidan u faoliyatni qutlaqlash oldida turibmiz. Faoliyatimizningki g'albilik va barkatlik o'tishi uchun Teknomakan islom madaniyat markazining imomi va muavin raisi Umar Maqsum akini Qur'on tilovat qilib berishga taklif qilaman. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان آمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. Ecdatlarının izinden almay durup
Namaz üçün xəncərini almay durub Armanlarım əməlgə aşmay durub Mini öldü demənlay adəmlər Mən ölmüdüm, ölməymən, yox ölməymən Mən ölmüdüm, ölməymən, yox ölməymən Kök bayrağını vətəngə asmay durub Düşmənlərini tamamı atmay durub Azadlığının tanrı atmay durub Mini öldü demənlay adəmlər Mən ölmüdüm, ölməymən, yox ölməymən Mən ölmüdüm, ölməymən, yox ölməymən Galibiyet marşını etmay durub Vətinimdən bu zulüm ketmey durub Bütün dünya Uygur'unu bilmey durub Mini öldü demənlay adəmlər Mən ölmüdüm, ölməymən, yox ölməymən Mən ölmüdüm, ölməymən, yox ölməymən Mən ölmüdüm, ölməymən, kürəş ölməydi Mühterem dostlar, açıl ekranımızın 5 fevral G'ulji vaqasının 20 yıllık hatırısıga beg'ishlangan maxsus programmasini ko'rganinglarga rahmat. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. G'uljiga mamduh be sochim, yar buldum yo'lni bilan